Assalamu alaikum. Mening ismim Yarmahmet Baratcan. Vatanning G'ulji shahridan. Hozir Amerikada. Amerikaga 2010-yili kelgan. Men hozir urug' tuqqanlarim uchun guvohlik bermoqchi. Ota-onamning uyi G'ulji shahri G'albiyat yo'li 14-ko'cha 141-qorada o'tirdi. Adamning ismi Atugul, akamning ismi Nurmahmet Baratcan. Inimning ismi İsmail Barat, onun kichikinin İbrahim Barat, Yasincan Barat. Singlimninki ismi Ayşem Barat, Şakirem Barat. La uchun guvohlik bermoqchiman. Yani dadamning bir tuqqan qarindoshlari, yani cho'ng akasi Ömer Qarim Ababakri ailesi uchun guvohlik bermoqchiman. Kichik akasi Mutallib Ababakri ailesi uchun guvohlik bermoqchiman. Singlisi Beliqiz Ababakri ailesi uchun guvohlik bermoqchiman. Endi apamning tuqqanlari uchun guvohlik bermoqchiman. Apam Asiyam Yaqub. Apamning tuqqanlari asosan G'ulji shahri Yangiyer yezisi Aydın mahallesida turadi. Akasining ismi Tursun Yaqub. Enisining ismi Xilil Yaqub, Mahmud Qari Yaqub, Ali Yaqub, yani bir singlisining ismi Zo'ragul Yaqub. Bular uchun guvohlik beraman. Bularning oila tabobatlari uchun guvohlik beraman. Shu Yangiyer yezisi Aydın mahallesida ismi tilga ilinmagan nurg'un tuqqanlarimiz bor. Ular uchun guvohlik beraman. Yani apamning qishida turayotgan mening qarindoshlarim, ularning adresi Qorg'as nahiya Chinsxo'zi yezisi Chorvachilik kentida. Cho'ng inamning ismi Shirmahmet Abdurashid. Onun kendisinin ismi İmam Mehmet Abdurashid, Abdümecid Abdurashid. Singlim Aminem Abdurashid, Atikem Abdurashid qatorliq tuqqanlarimning tuqqanlarim uchun guvohlik bermoqchiman.